Vokzal hududidan 3 xonalik izlab yurganlarga assalomu alaykum, hurmatli mijozlar va hurmatli o'zini kuzatib boruvchilar. Vokzal hududi 48-maktabda oldida 6-qavatda 90 metrdan iborat bo'lgan 3 xonalik uyim sotuvga chiqdi. Plus hol bilan bu yerda hol qismi, kirish qismimiz. Kirganimizda chiroyli Rossiya eshiklar qo'yilgan, prixoja mebel qilingan, ajoyib trimo qilingan, domofonlargacha ham bor. Uyimiz atachentu remont bo'lgan. Kirganda katta holimiz, bu yoqda iskusniy kaminlar, televizorlar, barcha sharoitlar qilingan. Xonalari alohida. Bu yerda bitta bolalar uchun 2 kishilik yotoqxona mebellari bilan. Keyingisi mehmonxonamiz. Bu yerda ham televizor, barcha qulayliklar qilingan. Va yotoqxonamiz. Kattalar uchun yotoqxona. Bu yerda ham barcha qulayliklar bor. Va общий sanazor joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, vannalik bo'lyapti. Oshxonamiz, ayollarimizning eng sevimli joylari. Barcha qulaylik, sharoitlar qilingan, mebel texnikalari bilan qilingan. Bu yerda chiroyli kafelar qilingan. Isitish tizimi двухконтурный котел mavjud. Yo'lni ustida bo'lyapti. Xo'p, vokzal hududi med klinikani oldida bo'lyapti, med sentrning oldida. 3 xonalik 6-qavatda 90 metr kvadratdan iborat bo'lgan. Narxi 3500 so'rayapti. Yana savdosi bor, faqat naqd pulga, ipoteka rassrochkasi yo'q. To'liq ma'lumotni pastda nomerga qoldirma, bemalol telefon qilib aloqaga chiqinglar. Ilohim hammamizga mana shunaqa chiroyli uylar olish nasib etsin. Bizlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bo'lish esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'linglar.